Farg'onadan Jiddaga to'g'ridan-to'g'ri uchib ketayotgan reysimizni ellik boshlari Ravshanjon akam chetdalar. Ravshanjon akam bilan ham bir og'zin suhbat qilamiz. Ravshanjon aka, o'z fikrlaringizni Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, kuzatuvchilarimiz. Alhamdulillah bugun yana yurtimizda ayniqsa Farg'ona xalqaro aeroporti yana bir xursandchilik, sababi guvoh bo'lib turibsizlar. Eng katta samolyotda bo'lib 350 nafar hojimiz muborak umra ziyoratini amalga oshirmoqlik uchun Centrum Holidays bo'lgan ishonchli firmada mana o'zimiz boshchiligimizda ketishyapti. Alloh taolo ko'p xatolarni safarlarni bexatar qilsin. Mana hoji akamiz aytib o'tganlaridek, bu firma nimasi bilan bugungi kunda eng ko'p hojilar jo'natyapti? Albatta e'tibor. Hojilarga bo'lgan e'tibor, sababi mana ofisda o'tirmasdan balki shu yerga kelib mana biletni olishga ham hattoki yordam berishyapti. Biz shunisidan xursandmiz. U yoqda bo'ladigan, ya'ni mehmonxona, transfer xizmatlari, bordi keldi xizmatlari hammasi alhamdulillah joyida bo'lganligi uchun biz mana shu firma bilan birga ishlab kelyapmiz alhamdulillah va kelgusi ishlarda ham hojilarimizni doimiy xizmatida bo'lmoqligi uchun biz doimo duodamiz. Kam bo'lmanglar, Alloh taolo doimo mana shunday xursandchilik yetkazsin. Demak, boruvchilarga bizga murojaat qilinglar. Quyidagi raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Biz bilan birgalikda go'zal holatdagi, demak, unutilmas bo'lgan umra ziyoratini amalga oshirib kelasizlar.